Assalomu alaykum. O'zbek tilida shunday lug'atlar borki, kundalik hayotimizda ularning o'zbekchasidan emas, aksincha ruscha lug'atidan foydalanamiz. Ularning bir qanchasini sanab o'tamiz. Men ruschasini aytaman va orqasidan o'zbekchasini ham aytaman. Demak, boshladik. Kartoshka, yer olma, pomidor, qizilo'g'li, banan, muz, apelsin, portaqal, limon, turinj, chesnok, sarimsoq, mandarin, maslahatchi, popkorn, oq telpak, avans, bo'nak, ofitsiant, girgitton, sveji, yangi, вообще